hadi sening sarguzashtlardagi haligi kino bor-ku, sarguzasht kinosi. O'shandagi bir ko'zli devizi g'irt o'zi. Suyaklar ham buzuq, mana bunaqasidan suyak. Peshana chiqib ketgan, moya chiqib ketgan, jama aytib turadi. Bet mashinasidan kelgan to'la soqol. Bu aylanib kelib qaydan paydo bo'ladi, tirs qo'yaradi, yana yo'q qoladi. Lekin o'zlar qatida har urgan paytda masalan bu tomondan qo'yarsa, lovulunchi mashinasidan bo'lib 1,5 chelak suv bu yoqqa qarab sachrab ketyapti. Bu tomoniga qo'yarsa 2 paqir suv bu yoqqa qarab sachrab ketyapti. Nima bu o'yindan oldin bir hafta suvga uvitib qo'yganmi bu bola? Kavkazlik trenerini jalishib ketdi. 4-ya 5-raundda o'tkazib qo'yib, na yelpidi, na kapasini oldi og'zida, na uni terini artib qo'ydi. So'kishni boshladi-yu. Kattagon bir devdi nima deydi? Sinok. O'g'liymish. Dev o'tiribdi, mahalliga qilib tezda 2 metr naryoqda. Bunisi ham buyoqda. Mana qasiga yelga ketgan, bunday qilsa narga burchaga yetibdi qo'li. Bu o'rda shuga sinok. Ну почему ты не бьешь, а? Ты опозоришь сейчас меня. Если ты не будешь бить, я от тебя уйду, понял, да? Его надо бить. Понял, да? Бить надо. Если не будешь бить, я сам буду bit. Bakalashka bilan samoqchi edi. 4 tas qo'lga osilib qoldi. Jahon ko'z oldida Shagayevimiz yutib oldi. Lekin oltin kamarni, o'ta og'ir vazirlik oltin kamarni tortib olishni ham qoyil qildi. Shu belidan shina so'rib oldi, shortiga shart tushib ketib qoldi ba'zi. Mana senga. Shina ko'tarildi, qasar rasmga olishdi. Toshkentga kelguncha o'sha bu yerda plakatlar tayyor. Bizni Shagayev chempion, yashasin chempion. Bizni o'zbeklar o'z hissiyotini hech qachon yashira olmaydi. Shuncha gapirganda ham qo'lini qilich qilib, qattiq baqirib gapiradi. O'z chempionlarni esa qanday kutib olishni bizdan o'rgansin boshqalar. Qanchalik rahmat.